man bolalarim bilan chiqishmayman, mani bolalarim so'zimga kirmaydi, mani bolalarim mamnaqa, mani bolalarim mamnaqa, men shuncha qilsam ham aytganimni qilmaydi, mani bolalarim kitob o'qimaydi. 3 yoshdan 16 yoshgacha farzandlari bor. 4 farzand, o'g'il qiz aralash. Bunaqa holatda farzandlarim bilan ko'p chiqishmayman men. Turmush o'rtog'im bilan ham munosabatim yaxshi emas. Men kursda qatnashgim keladi, lekin dars qilishga ham vaqtim yo'q. Men bu narsalarni shunaqa osonlik bilan to'g'rilashni xohlayman. Men agar bilsanglar, men faqat men, qizlar bilib qo'yinglar. Men degan so'z o'zi yo'q. Bu kibrda. Men farzandlarim bilan chiqishmayman. Bu degani xuddi men farzandim o'yinchoq plastirin shunday yasab to'g'irlab qo'ysam. O'g'lim plastirin bunaqasiga yaxshilab qo'ysam, qora plastirindan yasaganman, endi qizildan yasab qo'ysam. Bu noto'g'ri. Men deyishga haqqimiz yo'q.